Makka jo'xori qalamchalari, ya'ni kukuruz ishlab chiqarish bizga qancha daromad keltiradi? Bu biznesni boshlash uchun qancha mablag' kerak? Ishlab chiqarish jarayoni qanday bosqichlardan iborat? Aynan shu videoda hammasini ochiq-oydin ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin, mayli, aytmasak bo'lmadi. Sabr qilib tura olmadik. Bu turdagi ishlab chiqarish biznesida foyda 50-60% dan yuqori bo'ladi. Bu videoni 1 soniyasini ham o'tkazib yubormasdan tomosha qilsangiz, o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Makka jo'xori qalamchalari bu bolalar ham, kattalar ham birdek sevib iste'mol qiladigan, bozorda doimiy talabga ega bo'lgan mahsulot. Ko'p odam ishlab chiqarish biznesini boshlashni xohlaydi, lekin murakkab texnologiyalar, katta mablag' va tajriba yetishmasligidan cho'chiydi. Aslida esa ayrim yo'nalishlar borki, ular aynan yangi boshlovchilar uchun qulay qilib yaratilgan. Aynan shunday yo'nalishlardan biri Makka jo'xori qalamchalari ishlab chiqarish liniyasidir. Eng qiziq joyiga o'tishdan avval videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga to'xtovsiz yangi ishlab chiqarish yo'nalishlarini sizga taqdim qilishda ko'makdosh bo'ladi. Ishni boshlashdan oldin bizga kengligi 5 metr, uzunligi 6 metr bo'lgan toza va ozoda ishlab chiqarish xonasi kerak bo'ladi. Xonada 380 volt kuchlanishga ega bo'lgan elektr ta'minoti bo'lishi zarur. Kerakli uskunalar esa quyidagilardan iborat. Jo'xorini maydalash uchun drobilka, jo'xori qalamchalari ishlab chiqarish ekstruderi, tam beruvchi baraban, 4 ta tarozili avtomatik qadoqlash uskunasi. Uskunalarning umumiy qiymati 23700 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu narxga siz uskunalarni Afex Group Toshkent omboridan qabul qilib olasiz. O'rnatish va ishga tushirish xizmatlari alohida kelishuv asosida amalga oshiriladi. Muhim eslatma, ushbu liniyaning arzonroq yoki to'liq avtomatlashtirilgan qimmatroq variantlari ham mavjud. Narx tanlovi uskunaning avtomatlashtirish darajasiga bog'liq. Xarid qilishdan oldin Afex Group mutaxassislari sizning ehtiyojingizga mos individual loyiha taqdim etadi. Sifati kafolatlangan uskunalarni har doimgidek Afex Group kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni www.afex.uz rasmiy veb saytidan yoki ekraningizda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Shuningdek, Afex Group rasmiy saytida 800 dan oshiq uskuna va 100 ga yaqin ishlab chiqarish liniyalari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Kerakli uskuna va ishlab chiqarish xonasini tayyorlab olgach, xom ashyolarni ham tayyorlab olishimiz kerak. Quvonarli tomoni, xom ashyolar 100% mahalliy bo'lib, hech bir qiyinchiliklarsiz topishingiz mumkin. Bulardan jo'xori doni, jo'xori kraxmali, shakar, tuz, o'simlik yog'i, ta'm beruvchi qo'shimchalar. Hammasini tayyorlab olgach, ishlab chiqarishni boshlasak ham bo'ladi. Jarayon jo'xori donlarini drobilka uskunasidan o'tkazib olishdan boshlanadi. Uskuna donlarni maydalab yorma ko'rinishiga olib keladi. Keyingi bosqichda ishlab chiqarish yuragi bo'lgan ekstruder uskunasi bunkeriga jo'xori yormasi, jo'xori kraxmali, shakar, tuz, o'simlik moyi va suv kerakli o'lchamda solinadi. Aynan qancha o'lchamda solinishini video davomida aniq hisob-kitob shaklda aytib o'tamiz. Ekstruder bunkeri mahsulotni aralashtirib yetkazib beradi. Ichkarida aylanuvchi vint xom ashyoni oldinga surib, uni siqadi va aralashtiradi. Shu jarayonda ekstruder ichidagi harorat 120-150 gradusgacha ko'tariladi. Bosim esa 20-40 bar atrofida bo'ladi. Bu sharoitda makka jo'xori tarkibidagi kraxmal pishib, massa yumshoq va bir xil holatga keladi. Ekstruder oxirida qolip joylashgan bo'lib, u mahsulotga kerakli shakl beradi. Massa qolipdan chiqqan zahoti bosim keskin tushadi va ichidagi namlik bug'ga aylanib, mahsulot kengayadi. Shu paytda ekstruder oldida joylashgan aylanuvchi kesuvchi pichoq mahsulotni kerakli uzunlikda kesadi. Natijada oddiy makka jo'xori yormasi bir necha soniya ichida yengil, g'ovak va qarsildoq makka jo'xori qalamchalariga aylanadi. Qoliplar shakli mijozlarning buyurtmasi asosida turlicha bo'ladi.
Ekstruderdan chiqqan makkajo'xori qalamchalari keyingi bosqichda ba'zan quritish jarayonidan o'tadi. Katta sanoat liniyalarida mahsulotni quritish uchun alohida quritish pechlari yoki konveyer quritgichlar qo'llaniladi. Bu jarayon mahsulotdagi ortiqcha namlikni kamaytirib, qalamchalarning yanada qarsildoq bo'lishiga yordam beradi. Ammo kichik va o'rta ishlab chiqarish liniyalarida ko'pincha ekstruderning o'zida mahsulot yetarlicha pishib chiqadi. Shuning uchun alohida quritish uskunalari har doim ham majburiy hisoblanmaydi. Ishlab chiqarish hajmi va texnologiyaga qarab bu bosqich qo'shilishi yoki qisqartirilishi mumkin. Aytib o'tish kerakki, Afex Group kompaniyasi turli quvvat va konfiguratsiyadagi ishlab chiqarish uskunalarini taklif qiladi. Ya'ni mijozning ehtiyojiga qarab kichik liniyalardan tortib to to'liq sanoat ishlab chiqarish liniyalarigacha turli shakl va imkoniyatdagi uskunalarni tanlab berishi mumkin. Quritish jarayonidan so'ng mahsulot dam beruvchi barabanga o'tkaziladi. Bu bosqichda qalamchalar yuzasiga oz miqdorda o'simlik yog'i sepilib, so'ngra turli xil dam beruvchi aralashmalar qo'shiladi. Masalan, shirin turdagi mahsulotlar uchun shakar kukuni ishlatiladi. Baraban aylanishi davomida shakar kukunni qalamchalar yuzasiga bir tekis yopishtiradi va mahsulotga o'ziga xos shirin ta'm va yoqimli hid beradi. Shu tariqa makkajo'xori qalamchalari iste'molga tayyor, mazali gazak mahsulotga aylanadi. Ishlab chiqarish jarayonining oxirgi bosqichi qadoqlash bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda tayyor makkajo'xori qalamchalari paketlarga joylanib, sotuvga tayyor holga keltiriladi. Uskuna 4 boshli kombinatsion elektron tarozi bilan jihozlangan. Mahsulot bir vaqtning o'zida 4 kanalda tortiladi va tizim avtomatik ravishda eng optimal vazn kombinatsiyasini tanlaydi. Natijada og'irlik xatoligi minimal darajaga tushadi. Mahsulot isrofi kamayadi. Har bir qadoq bir xil standartda chiqadi. Ishlash tezligi 1 soatda 1000 dona mahsulotgacha to'g'ri keladi. Bu bizning liniyamiz uchun ideal yechim hisoblanadi. Qadoqlash diapazoni esa 1 gramdan 1 kilogrammgacha. Shu tariqa oddiy makkajo'xori yormasida boshlangan jarayon bir nechta texnologik bosqichlardan o'tib, oxirida tayyor va qadoqlangan gazak mahsulotga aylanadi. Ko'rib turganingizdek, jarayon murakkab emas, lekin to'g'ri texnologiya va mos uskunalar ishlatilsa, juda samarali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin. Bilamizki, har qanday ishlab chiqarish yoki boshqa turdagi biznes bo'lsin, hammasini siyosati bu albatta daromad jarayonida hech bir raqamlarni o'tkazib yubormaslik lozim. Biznes bu romantika emas. Biznes bu raqamlar. Afex Group kompaniyasi shu paytgacha hech bir sirni yashirmasdan ochiq-oydin ko'rsatib kelgan. Bugun ham hammasini ipidan ignasigacha ko'rib chiqamiz. Jarayonni soddalashtirish uchun 50 gram qadoqlash kukuruz mahsuloti misolida ko'rib chiqamiz. Dastlab kerakli xom ashyolar xarajatlarini aniqlab olib, mahsulotni tan narxini chiqarib olamiz. Buning uchun 100 kg mahsulot ingredientlari uchun xarajatlarini hisoblab, keyin undan nechta mahsulot chiqishini hisoblab olamiz. Makkajo'xori yormasi 92 kg 506 ming so'm, kraxmal 3 kg 138 ming so'm, shakar 2 kg 22 ming so'm, tuz 1 kg 6 ming so'm, yog' 2 litr 56 ming so'm, tam kukuni 5 kg 250 ming so'm, jami 978 ming so'mni tashkil qiladi. 100 kg mahsulotlar aralashmasidan 2000 dona 50 gram qadoqlangan mahsulot chiqadi. Demak, 978 ming so'mni 2000 dona qadoqqa bo'lamiz. Natijada 489 so'm chiqadi. Endi bunga qadoqlash plyonkasini qo'shamiz. 400 so'm. Ko'rib turganingizdek, bir dona 50 gram o'lchamdagi qadoqlangan mahsulotning tan narxi 889 so'mni tashkil qilmoqda. Endi ishlab chiqarish hajmini aniqlab olishimiz kerak. Liniyamiz 1 soatda 50 gramli mahsulotdan 1000 dona ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bir kunda 10 soatlik ish vaqtida 10 ming dona, 26 kunda esa 260 ming dona mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Endi 26 kunlik doimiy xarajatlarimizni aniqlab olishimiz lozim. Elektr energiyasi 7540 kilovat, 7 million 540 ming so'm. Ishchilar 3 kishi 15 million so'm, ovqatlanish 4,5 million so'm. Bino ijarasi 6 million so'm, transport 5 million so'm, marketing 8 million so'm, uskunalarni amortizatsiyasi 4 million 819 ming so'm, ichimlik suvi 2000 litr 2 million so'm, boshqa ko'zda tutilgan xarajatlar 7 million so'm. Jami 26 kunlik xarajatlarimiz 59 million 859 ming so'mni tashkil qilmoqda. Barcha doimiy xarajatlarimiz yig'indisini, ya'ni 59 million 859 ming so'mni 26 kunlik mahsulotga bo'lib olamiz, ya'ni 260 ming donaga. Ko'rib turganingizdek, bitta mahsulot uchun 230 so'mni tashkil qilmoqda. Yuqoridagi hisob-kitoblarimizda bir dona 50 gramlik qadoqlangan mahsulotdan narxi 889 so'm edi.
Bir dona mahsulot uchun doimiy xarajatlarimiz esa 230 so'm. Ikkalasini yig'indisi esa 1119 so'mni tashkil qiladi. Demak, bir dona 50 grammlik qadoqlangan mahsulot barcha xarajatlar bilan 1119 so'mni tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchilar esa xuddi shunday mahsulotni zavod narxida 2000 so'mdan 3000 so'mgacha sotishmoqda. Keling, biz mahsulotni minimal narxda 1800 so'mdan sotamiz. Shunda har bir mahsulotdan 681 so'm daromad ko'ramiz. Demak, bir oylik ishlab chiqarish hajmimiz 260 ming dona qadoqni 681 so'mga ko'paytirsak, sof foydamiz kelib chiqadi. Ya'ni 177 million 60 ming so'mni tashkil qiladi. Endi 177 million 60 ming so'm sof foydamizdan 15% daromad solig'ini ayirib tashlaymiz. Ya'ni 26 million 559 ming so'mni. Shunda qo'limizda qoladigan soliqdan keyingi sof foyda 150 million 501 ming so'mni tashkil qiladi. Yakuniy xulosa: bir dona 50 gram qadoqlangan mahsulotdan narxi 1119 so'm, sotilish narxi 1800 so'm, bir dona mahsulotdan foyda 681 so'm, ishlab chiqarish hajmi 260 ming dona. Sof foyda 150 million 501 ming so'm. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Agar ishlab chiqaruvchilar mahsulotni 1800 so'mdan sotgan bo'lsa, nega do'konlarda u 4,5 ming, 6,5 ming so'm turadi? Buning sababi mahsulot ishlab chiqaruvchidan to'g'ridan-to'g'ri do'konga bormaydi. Avval distributsiya kompaniyalari orqali tarqaladi, keyin esa do'konlar o'z ustamasini qo'shadi. Aynan shu jarayon tufayli mahsulotning yakuniy narxi sezilarli darajada oshadi. Agar siz ham makkajo'xori qalamchalarini ishlab chiqarish biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, Afex Group mutaxassislari sizga uskunalarni tanlash, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va texnologiya bo'yicha bepul maslahat beradi. To'liq shakldagi hisob-kitob fayli ofislarimizga tashrif buyurgan mijozlarga taqdim qilinadi. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda yana boshqa ishlab chiqarish yo'nalishlari, ularning texnologiyasi va real daromadini ochiq hisob-kitoblar bilan ko'rib chiqamiz. Agar sizga ham shunday kontentlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.